Milb tarixi, klanlar jangi 1. Kirish. Assalomu alaykum, aziz Mobile Legends ishqibozlari. Bugun siz bilan birga Mobile Legends o'yinidagi eng shiddatli va qiziqarli sahifalardan birini, klanlar jangi tarixini ko'rib chiqamiz. Kim g'alaba qozondi, kim xiyonat qildi va bu urush milb olamiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Hamma gap shunda. Ikki klanlar paydo bo'lishi. Mobile Legends olamida ikki asosiy klan bor edi. Monyan imperiyasi, tartib, adolat va nur tarafdori. Abyss tarafi, zulmat, kuch va anarxiyani targ'ib qiluvchi kuch. Misol uchun, Monyan tarafida Tigreal, Fanny, Sylvanna, Abyss tarafida Alite, Tammuz, Moskov. Uch konflikt sabablari. Ularning to'qnashuvi tasodifiy emas edi. Aslida, League of Darkness qadim zamonlardan buyon davom etayotgan qarama-qarshilik edi. Sacred Crystal deb nomlangan sirli artefakt bu ikkisini urushga olib keldi. Monyan ichida ba'zi qahramonlar zulmat tomoniga o'tib ketdi. Bu esa chinakam klanlar jangini boshlab yubordi. 4. Urushning choqqisi. Land of Dam xaritasida katta janglar bo'lib o'tdi. Imperial Sanctuary hududi yer bilan yakson qilindi. Abyss qahramonlari kuchaygan sari Monyan yakkalanib bordi. Sylvannaning akasi Dirroch zulmatga o'tib ketgani bilan jang keskin tus oldi. Tigreal va uning ittifoqchilari jiddiy qaror qabul qildi. Yo nurda yo'q bo'lamiz, yoki zulmatni yengamiz. Mobile Legends tarixi, klanlar jangi. Ular Sacred Crystalni qurbonlik evaziga muhofaza qilishdi. Janglar shiddatli va grafikasi o'yinda aks ettirilgan. 5. Yakun va bugungi ta'siri. Bugungi kunda milb o'yinidagi ko'plab voqealar, skinlar va eventlar aynan shu tarixga borib taqaladi. Liquidborn skinlar, Monyan qahramonlarining merosi. Abyss Dominators, zulmat g'alabasini orzu qiluvchilar uchun. Tarixni bilganlar jangda ustunlikka ega bo'ladi. 6 bo'lim. Sirlar endi boshlanmoqda. Bu urush tugadimi? Yo'q. Bu endi boshlanishi edi. Mobile Legends olamida hanuz yechilmagan jumboqlar, yashirin qahramonlar va kelayotgan yovuzliklar mavjud. Abyss zulmati butun Land of Damni egallashni xohlamoqda va bu safar hamma narsa o'zgacha bo'ladi. Keyingi videolarda sizni kutadi. Dirroch va Sylvanna o'rtasidagi sirli munosabatlar. Yangi klanlar, Forsaken League va Nixchade. Sacred Crystalning asl kuchi haqida afsonalar. Va ehtimol yangi urush. Sen qaysi tomondasan? Monyanmi yoki Abyss? Kommentda yoz, obuna bo'l va keyingi qismni o'tkazib yuborma.